Mana broniy plyonka o'zim ishlatadigan, men akkuratni ishlataman. Tiniq bo'lsa ham almashtiraman. Sababini hozir ko'rsatib o'tamiz, qaranglar. Ishlaymiz buni. Matrisini ishlataman. Issiqda terlaganda shtop ko'p iz bo'lmasligi uchun matrisdan ishlataman. Mana ishlayapmiz. Nimaga shilib almashtiraman? Sababi mana o'zlaring ko'rasizlar. Tiniqligi uchun almashtiraman, mehribonlar. Bu matri plyonkalar, umuman plyonka 2 oy 3 oydan keyin holatga qarab rangi kirlashib ketadi, yog' oladi, kir bo'ladi, rangi xiralashib ketadi. Shu telefonda ko'zga zarari kamroq bo'lishi uchun almashtirib turishni tavsiya beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ha. Broniy plyonka ham qalinidan urib olganman, sifatlisidan. Farq ko'raysizlarmi? Pastda xiraroq, tepasi tiniqroq. Kim ko'p bo'lgan bo'lsa, stiklosiga ham, broniy plyonkasiga ham almashtirib turinglar, tiniqqina bo'lib, silliqqina ishlatasizlar. Kuzatishda davom etinglar, foydali yangiliklar davom etamiz. Mana vaqti yo'q insonlarga ustida yopishib qolgan kilaylarini tezgina mana shunaqa apparatda tozalab urib berishadi. Spirtlab hamma narsa bor ekan. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Hammasi tayyor bo'ldi, ko'ryapsizlar. Tiniqlashdi va silliq ishlayapti o'zi. Boyaga qaraganda qo'limda anaqasini olmayapti, yopishmayapti. Keyin ko'rishlaringiz mumkin, bunaqangi izam qolmaydi ishlatayotgan payt. Kelaverasizlar.